Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan bugun emotsiyalar haqida gaplashamiz. Emotsiyalarning eng tako'l jiddiysi bu bizda euforiya. Euforiya o'zi nima deydigan bo'lsak, qanaqadir ish qilayotgan bo'lsak, o'sha ishimizni o'xshayapti deb biz juda ham qattiq xursand bo'lib ketyapmiz. O'sha payt euforiya holatiga tushib qolamiz. Misol uchun, trading sohasida deylik, mana shu zonada sotib oldik, tepaga qarab biza mo'ljalga olgan zonamizga qarab ketayotgan bo'lsa, bizda nima hosil bo'ladi? Euforiya hosil bo'ladi. Euforiya hosil bo'lgan vaqtda, juda ham xursand bo'lib ketgan vaqtimizda biz juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'yamiz. Bu o'sha moment bizda euforiya deyiladi o'rtoqlar. Xo'p, endi undan uyog'ini sizlarga tushuntiraman. Euforiyadan qanaqa qilib chiqib ketishimiz kerak? Euforiyadan biz faqatgina tizimli savdo orqali chiqib ketamiz. Misol uchun biz mana shu joyda stop loss qo'ygan bo'lsak yoki shu joyda take profit qo'ygan bo'lsak, o'sha narsalarni olmagan holda biz euforiyadan chiqib olishimiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Uni sizlarga to'liq hozir podrobniy qilib tushuntirib beraman. Qaranglar. Biz misol uchun trend mana shunaqa bo'lsa, biz bu joyda sotib oldik. Bu yoqqa kelganda biz euforiyaga berilyapmizda bizda har xil emotsiyalar paydo bo'ladi. Har xil emotsiyalar, ya'ni hozir yana ham tepaga ketib qolarmikin? Misol uchun-da, yana ham tepaga ketib qolarmikin? Yana ham o'ssa foydadan quruq qolib ketarmikinman degan uje bizda FOMOlar paydo bo'lish boshlaydi o'rtoqlar. FOMOga berilamiz. O'sha joyda nima qilamiz? Mana shu joyda biz sirazi misol uchun ko'proq sotib olishga harakat qilamiz. Ko'proq. Yana qo'shimcha sotib olishimiz mumkin bo'ladi yoki stoplarimizni olib tashlab, bizning zonamizga qarab ketyapti-yu. O'shaning uchun stoplarni olib tashlaymiz-da, dars tepaga ketadi deb o'zimizni geniy his qilamiz-da. Biz bu joyni topib qo'ydik. Bu bizni bozor bizani aytganimiz bo'yicha yuryapti. O'sha holat, o'sha sostoyaniyaga tushgan vaqtimizda biz har doim ashibga qilamiz. Ashibga shu stoplarni surib olish yoki take profitni olib tashlash, mana shu narsalar bilan bo'ladi o'rtoqlar. Mana shunaqa vaqtlarda bir gal sizlarda misol uchun bir marta o'xshashi mumkin, to'g'ri. Qaysidir moment o'xshashi mumkin. O'xshagandan keyin sizlarda awareness yana ham oshib ketadi. Yana ham ko'tarilib ketadi-da, keyin safar kattaroq xato qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu galgisini o'zida o'xshamaydigan bo'lsa nima bo'ladi bizda? Mana shu zonadan misol uchun biz ishonyaptik, biz euforiyaga berilgan vaqtimizda. Shu joyda biz stoplarni olib tashlaganmiz, yana ham ko'proq sotib olganmiz. Bu bozor pastga qarab bang tushib berdi. Tushib bergandan keyin nima bo'ladi? Bu joyda bizda uje FOMO emas, bu joyda uje bizda qo'rquv paydo bo'ladi. Qo'rquv. Ya'ni bozor uje bizga teskari qarab yurib ketdi. Uje euforiya uje ketdi. Sizlar miyalardan chiqib ketadi. Mana shu joyda bizda strah paydo bo'ladi. Ya'ni qo'rquv. Qo'rquvda hamma har xil foydalanadi. Qo'rquvda hamma har xil yo'l tutadi. Qo'rquvda kimdir sotib oladi, kimdir sal uzoqroq muddat ushlasam, menda nima bo'ladi deydi. Ozgina ko'tarilgandan keyin men yana sotib olaman deyish mumkin bo'ladi. Hozir sizlarga men treyderning yo'lini ko'rsataman. O'shanga qanday yechim beraman. Xo'p, hamma o'chirib tashlaymiz. Qaranglar mana. Misol uchun bu joydan trend tepaga qarab ketyapti mana. Biz mana shu joyda sotib oldik. Shu joyda sotib olganimizdan keyin bozor bundoq tepaga chiqayotgan bo'lsa, mana shu joyda nima deymiz bilasizlarmi? Bu joyda biz aniq ishladi strategiya, yaxshi ketyapti, zo'r bo'lyapti deymiz bu joyda misol uchun. Birinchi tochkada shu gapni gapiramiz. Bozor bizga qarshi ozgina korreksiya qiladi. Korreksiya qilganda yaxshiroq zonaga kelgan bo'ladi. Biz nima o'sha paytda nimani o'ylaymiz? O'sha paytda sog'lom korreksiya bo'ldi. Men yana sotib olishim kerak. Yana ham ko'proq olsam, chunki biz momentda foydani ko'rdik-ku. O'sha foydani ko'rganimizdan hisobiga mana bu joyda mana ikkinchida yana sotib olamiz. Bu bizning trading yo'limizga qaraylik. Yana sotib olamiz. Sotib olganimizdan keyin bozor hoppa pastga tushib bersa, uje shu joyda bizda nima bo'ladi? Uje qo'rquv paydo bo'lish boshlaydi bizda. Bozor uje pastga qarab tushib ketib qoladi degan fikrlar kelish boshlaydi. Bozor razvorot qilib beradi o'rtoqlar. Shu joyda. Qaranglar, bu ssenariy hammada bo'ladigan narsa. Hozir buni yechimini ham beraman. Mana shu tepaga qarab ketayotganda biz nima qilamiz? Bu joyda uje biz olgan narximizga pastga chiqdi. Chiqqan joyda bizga imkoniyat, bozordan chiqib ketishimizga imkoniyat berilgan joyda biz yana boshqacha fikrlaymiz o'rtoqlar.
Biza yana boshqacha fikrimiz qanaqa? To'xta, hozir mana shu joydan balkim endi tepaga qarab yurar degan fikr bo'ladi bizda. Mana shu 4-fikrlashimizda xuddi shu narsa bo'ladi. Bu narsa bo'lgandan keyin pastga qarab yana bitta tushish bo'ladi. Yana bitta tushish bo'ladi. Bu joyda o'sha yana boshqa fikr bizga keladi обязательно. Boshqa fikr nima bo'ladi? Bozor pastga qarab tushyapti, ha bo'ldi endi bozor pastga qarab tushib ketsa kerak degan fikr keladi o'rtoqlar. Bizda bozor pastga qarab tushib ketsa kerak deb turib o'ylaymiz-da, lekin u paytda to'xta, yana ozgina ko'tarilishi mumkin degan narsa bilan biz sotmaymiz bu yerda. Biz uzoqroq muddatga investitsiya qilishni o'ylaymiz shu vaqtda. Qachondir chiqishi mumkin degan fikr keladi. Bu joydan biz sotmaymiz. Bu nima qiladi? Ozgina ko'tariladi bizga. Emotsiya bag'ishlaydi. Ozgina ko'tarilib turib, mana bu joyini yozib qo'ying, ozgina ko'tarilib, yana bang tushib beradi. Bizani pozitsiyamizga shu joy stop qo'yadi. Ya'ni emotsiyalarimizni hamma narsani o'ldiradigan joy shu joyi bo'ladi. Mashqga tushib berganda bizda sirazi paydo bo'ladigan narsa o'sha qo'rquv. Chunki biz sotib olgan joyimizda ancha tushib ketdi pastga. Dalish nima bo'lyapti? Pastga qarab tushib ketyapti. Yana pastga tushib ketsa-chi degan narsa bo'ladi bizda. Yana pastga tushib ketsa-chi degan narsa bo'ladi. Bu ozgina apkat bergan vaqtda biz shu joyda, imini shu joyda biz sotib yuboramiz. Sotib yuboramiz. Nimaga? Chunki biz bozor uje yana apkat berib, ayiq bozor, ya'ni bozor apkat beryapti-da, pastga qarab tushib ketadi degan fikrda biz sotib yuboramiz. Mana shu joyda xato boshlandi mana. O'zi xato tepadan boshlaydi. Mana shu joyda juda ham katta xatoni qilamiz. Sotib yuboramiz. Sotib yuborganimizdan keyin o'rtoqlar bu nima qiladi? Tepaga qayilib beradi. Tepaga qayilgan vaqtda hammani fikri o'sha vaqtda nima bo'ladi? Mana shu sotib yuborgan odamlarning fikri bu yana aldayapti. Ko'tarilmayapti deydi, yana aldayapti deydi. Mana shu tochkada. Mana shu tochkada shu narsa bo'ladi mana. 8. Shu tochkada shu narsa bo'ladi-da, sal qayilayotgan paytda o'sha men bildim degan narsa bo'ladi. Bang tepaga ko'tarilib beradi. Ko'tarilib berganda o'sha bizani emotsiyalarimiz o'ynaydi, boshqa narsa bo'ladi. Biz mana shu joyda biz FOMO ga berilish boshlaymiz o'rtoqlar. FOMO. Ya'ni FOMO nima deydigan bo'lsa, o'zi FOMO sodda qilib aytganda ko'tarilib ketayotgan narsani ko'rsak, misol uchun o'shandan foydadan quruq qolib ketish. Hozir foyda bo'ladi, agar biz sotib olsak foyda bo'ladi. Yashil svechani ko'rganda shoshib qolamiz-ku. O'sha yashil svechani ko'rganimizda mana shu joyga yetib kelganda bizda o'sha FOMO paydo bo'ladi. Biz nima qilamiz? Va yana ko'tarilyapti degan fikrda mana shu joyda yana qaytib sotib olamiz. Bu bozorda shunaqangi ishlaydigan mana shu narsa bozorda konkretni har doim bo'ladigan narsa. Hamma treyderlar boshidan o'tadigan narsalar shu. Bittacha mana bunaqa narsa mana. FOMO ga berilmaslik uchun ham nima qilishimiz kerak? Psixologiyani to'g'rilashimiz kerak. Boyaga tushuntirib bergan narsam eyforiyada misol uchun qanaqa yo'l tutishimiz kerak deb aytdim. O'tda tizimli savdo. Hammasida tizimli savdo. Birinchi o'rinda disiplinani shunaqa ushlashimiz kerak. Misol uchun sizlarga undan oldingi darsimda swing trade tushuntirganman. Mana shu holat bizda swing trade. Chunki biz mana bu yerda misol uchun stop qo'ymadik. Chunki bizda nima bo'lyapti? Trend tepaga qarab ketyapti. Trend tepaga qarab ketayotgani hisobiga biz stop qo'ymaganmiz. Bizga qarshi bozor yurib ketgandan keyin nima qilamiz? Stop qo'ymaganmiz, minus kiryapmiz. Nima qilamiz o'sha joyda? Конечно, bu joyda qo'rqib xuddi shu voqealar bo'ladi, sotib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Bizda ozgina bilim bo'lsa, misol uchun martingelni qo'llaydigan bo'lsak, shu joylarda bemalol qo'rqmasdan yana дополнительный sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Ozgina ko'tarilganda struktura boshqa narsalar o'zgargani hisobiga bemalol mana shu joydan chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. U narsada keyingi masala. O'zi mana imini shu FOMO ga, mana shu emotsiyalarga, mana shu qo'rquvlarga berilmaslikning yo'li faqatgina bitta stopimiz joyida bo'lishi, stop. Take profitimiz joyida bo'lishi va biz grafikdan sal uzoqroqda turishimiz. Aynan shu joyda sizlar ko'p insonlarda misol uchun yo'qotish bo'lgan bo'lsa, tabiiy tushunaman, depressiyaga kirish bo'ladi, stresslar bo'ladi misol uchun. O'sha stresslardan chiqib ketishi yo'li juda ham sodda yo'l. Imini mana shu trading sohasida tushuntiraman sizlarga, grafikdan uzoqroq turasizlar. Ya'ni bir hafta
15 kun tavsiya qilinadi. Grafikdan uzoqroq turasizlar. Grafikdan uzoqroq turganingizdan keyin, ya'ni grafikni ochmaysizlar, trading haqida o'ylamaysizlar. Shu narsaga sabr qilasizlar. Sizlar o'sha joyda sveji miya bilan, sveji kalla bilan yana qaytib kirasizlar bemalol. O'shanda grafikka qarasanglar, umuman boshqa narsalarni ko'rish boshlaysizlar. Chart tozalanadi. Ishonaveringlar, mana shu narsani qilsanglar, ancha effekti bo'ladi. Yana bitta emotsiyalarni har xil yo'li bilan boshqarish yo'llari bor. O'zimizni o'zimiz xursand qilish. Ya'ni o'zimizga, misol uchun, mana shu joyda sotib oldik, ozgina ko'tarildi, bizning maqsadimizga yetib bordi, tek profitimizdan urdi. Biz o'sha daromadimizdan qanchadir qismini o'zimizga ishlatamiz. Ana o'sha o'zimizga ishlatganimizdan keyin kiyim olasizlarmi, qanaqa nima bo'lsa ham o'zinglarni ozgina xursand qilsanglar, o'sha sizlarda umuman emotsiyalar boshqacha bo'lish boshlaydi. Tushuntiradimmi? Umuman boshqacha bo'lish boshlaydi, chunki sizlar naqdini olishni o'rganasizlar. Naqd. Mana bu yerda euforiyaga berilib yoki boshqa narsalar bo'lib o'tirilmaydi, sizlar olasizlar, chunki sizlar ishlatishni bilasizlar, o'zingizga nimadir olishni bilasizlar. To'g'ri, yetadi, $200, misol uchun $500 yetadi degan narsa bo'ladi. Naqdini olasizlar-da, o'zingizga ishlatasizlar. Bu o'sha treyderga boshqacha emotsiya, boshqacha motivatsiya beradi. Darshi bemalol yo'lingizda ketsanglar bo'ladi. Bu narsalarga berilmaslik yo'li yoki mana euforiya deylik. Euforiyani misol uchun tushuntiryapmiz. Euforiya hammada bo'ladi o'rtoq. Bu euforiyaga qarshi kurashish yoki boshqa narsa bo'lmaydi o'tda. Misol uchun xohlagan narsa, misol kimdir oddiy mana iPhone oladigan bo'lsa ham, iPhone yoki qanaqadir telefon, nima deydi, mashinami, buni oladigan bo'lsa, euforiyaga berilib qolish mumkin. Mana oddiy qilib aytaman sizlarga. Misol uchun qatanda pul kelib qoldi. Tago. Pul keldi, nimadandir o'xshadi deb pul kelib qoldi. O'sha vaqtda euforiyaga berilish bo'ladi. Euforiya bo'lib qoladi insonda. Xursand bo'lib ketasizlar-da, har xil narsalarga ishlatib, xatolarni qilib tashlaysizlar. O'sha vaqt miya joyida bo'lmaydi. Boshqacha hissiyot bu, chunki hamma sohada, hamma narsada bor bu narsa. U narsani yo'q qilaman, men euforiyani umuman olib tashlayman, u yo'q bo'lmaydi. Qanaqadir joyda euforiya ham kerak bo'ladi inson uchun o'zi. Qaysidir joyda xursandchilik qilinadi-yu, o'sha narsa kerak bo'ladi. Hop, biza faqatgina tradingda biza disiplina bilan bu narsalarni yutib o'ta olamiz. Biza standart minus qiladigan summamiz, misol uchun bo'lishi kerak, обязательно yozishimiz kerak o'sha narsani. O'sha narsa orqali biz chiqib keta olamiz. O'rtoqlar, ishonaveringlar, bu narsani ishlatmasdan turib, sizlar disiplinani qilmasdan turib, bu gapiraveradi yoki unisi gapiraveradi, bunisi gapiraveradi, psixologiya deydi, boshqa deydi. O'sha narsalarni gapiraveradi, qilsa bundoq bittada ko'tarib olsam bunaqa bo'ladi deysizlar. Imенно shu narsalarga uchrab, pulinglarni yo'qotasizlar. Konkretni pul yo'qotish bo'ladi. O'shaning uchun обязательно biz o'sha stop lossimiz yoki swing ishi, mana qarang, qisqa muddat bo'ladigan bo'lsa, обязательно stop lossimiz, take profitimiz turishi kerak. Swing ishlaydigan bo'lsak, biz bu joyida, imенно bu joyida bizning planimiz bo'lishi kerak. Mana bu yerda planimiz, misol uchun mana bu yerda sotib olganimizda to'xta masjidga tushib ketsa, ikkinchi B plan. Masjidga tushib ketsa, men 60% deylik, 60% tushib ketsa, men yana qaytib sotib olaman. Chunki pulimni men o'shanga qarab mo'ljallab kiraman. Mana shu narsani maqsad qilib qo'yishimiz kerak. O'shanda bizda emotsiya ham, boshqasi ham hech qaysinisi bizani hech qanaqasiga ag'dara olmaydi, hech qanaqasiga sindira olmaydi. Bemalol biz shu narsalarni qilganimizdan keyin bemalol bozordan foydani qilib chiqib ketamiz. FOMO ni o'ziga keladigan bo'lsak, FOMO hammada FOMO bo'ladi. FOMO qachon? FOMO o'sha etap sekin-sekin yo'q bo'lishni boshlaydi. FOMO qachon paydo bo'ladi? Grafikda, o'chirib tashlaylik. Grafikda mana qilib ko'tarilib ketayotgan, hype bo'layotgan narsani, o'sha paytda hype bo'layotgan narsa FOMO beradi bizga. Yashil svechani ko'ramiz, ko'tarilib ketayotdi. Kirish kerak, soqqani olishimiz kerak. Trump coin o'rtoqlar, yaqinda bo'lgan narsa mana Trump. Nima bo'ldi? Trump coin. Imенно xuddi shu narsa bo'ldi. Tepaga qarab chiqib ketayotdi. Eng cho'qqisida mendan so'ralyapti, Trump coin'ni olsammikin? $150 chiqib ketar ekan. Mana bu FOMO o'rtoqlar. Konkretni FOMO. O'sha narsaga berilib olgan insonlar bor. Ammo bu narsa o'sha hozir prosta hype bor. Hype kim qiladi hype? Hype o'sha katta kitlar, investorlar yoki market makerlar hype qiladi o'rtoqlar. Hype qiladi, hammani bundoq yig'ishtirib oladi-da, undan keyin tashib oladi.
Ana o'sha paytda biz просто tak FOMOga berilmasak, FOMO to'g'ri qaysidir joyda tepaga qarab ketaveradi darshi. O'sha nimaga tepaga qarab ketaveradi? Chunki sizlarning emotsiyalarini boshqarish uchun. FOMOga berilmasdan, sotib olmasdan biz korreksiyani kutadigan bo'lsak, logika darsim ham bor. O'shani ko'raylik. Обязательно korreksiya beradi, korreksiyadan olamiz. Korreksiya bermaydigan bo'lsa, nechta nima bor? Nechta aksiyalar bor o'rtoqlar? Bitta aksiya bunaqa ketayotgani yoki bitta kriptovalyuta bunaqa ketayotgani bizani FOMOga beriltirish kerak emas. Chunki bozorda imkoniyat ko'p. Imkoniyat ko'p. Shu narsani o'zingizga singdiringlar. Bozorda imkoniyat ko'p. Bu narsa bo'lmasa, boshqasini olaman. Bu shans bermaydigan bo'lsa, bizga sotib olish kerak. Bu shans bermasa, boshqasi shans beradi. Bemalol foydalansa bo'ladi boshqasini. O'shaning uchun birinchi o'rinda biz o'zimizni emotsiyalarimizni boshqarishni o'rganib olishimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar. Menimcha emotsiyalar haqida darslarim tushunarli bo'ldi. Xudo xolisa emotsiya bo'yicha juda ham ko'p ishlaymiz. Emotsiya bo'yicha o'zi ko'proq shug'ullanish kerak bo'ladi. Emotsiya haqida yana bir ikkita darslar chiqaraman. Обязательно psixologiya haqida, keyin savdoda qanaqa tizimli savdo qilish kerak, qanaqa jurnal tutish kerak, nima mamlaqa. Misol uchun men o'zim bunaqa qog'ozlardan ham foydalanaman. Nimadir misol uchun kelish kerak bo'lgan narsani yozaman, yopishtirib qo'yaman. O'sha joyga kelganda men o'shandan foydalanaman. Misol uchun reja asosida ishlash. Xullas, juda ham ko'p darslarimiz bor. Обязательно kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozinglar, reaksiyalar bilan banglat beringlar. Sog' bo'linglar o'rtoqlar, omon bo'linglar. Hammaga addushi rahmat.